Angliya chempionatida 3-o'rin uchun kurashayotgan Forest va Manchester City o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Abduqodir Husanov shaharliklar tarkibida bahsni asosiy tarkibda boshlab, to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Assalomu alaykum. Bugun futbolning tezkor videosida Nottingham Forest Manchester City o'yini va mazkur bahsda Abduqodir Husanovning xatti-harakatlarini ko'rib chiqamiz. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang, millionerga aylaning. Kommentariyadagi silkaga o'tib, hoziroq ro'yxatdan o'ting. To'g'ri tanlovdan adashmang. Angliya chempionati 28-tur doirasida bo'lib o'tgan bahsda mezbonlar 83-daqiqada Callum Hudson-Odoining yagona gol evaziga g'alaba qozonib, joriy mavsumdagi maqsadlari jiddiy ekanligini isbotlab qo'ydi va 3-o'ringa mustahkam joylashdi. Mag'lubiyatdan keyin City 4-o'rinni yo'qotishi mumkin, chunki Chelsea bilan oradagi tafovut atga 1 ochkoni tashkil etadi va Chelsea'da bitta kam o'yin mavjud. Garchi City mag'lubiyatga uchragan bo'lsa ham o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov bu bahsda Gvardiolaning ishonchini oqladi. Husanov ilk daqiqalardan ishonchli harakat qildi. Abduqodir ishonchli, o'yindan o'yinga oyog'i Angliya maysasiga moslashib bormoqda deb yozdi Orif Tolipov. Bir nechta epizodlarda Husanov ishonchli to'p tepdi, hatto 85-daqiqada jamoasini goldan ham qutqarib qoldi. Hudson-Odoining golda Abduqodirning aloqasi va xatosi yo'q deb yozdi Xayrulla Hamidov. Abduqodir endi City tarkibida o'ynashni boshlaganda raqiblar uning xato qilishini kutib chap tomondan hujum qilishga, o'sha tomondan gol urishga harakat qilishardi. Endi u qanotdan iloji boricha uzoqdan narigi qanotdan imkoniyat qidirishyapti deb yozdi Samuel Karlenovich kanali. Abduqodir hatto o'z jamoasining chap qanotiga o'tib, golni oldini olishga, jamoadoshlariga yordam berishga harakat qilyapti. Bahs davomida Nottingham tan olish kerak, Cityga qaraganda ko'proq golli vaziyatlar yaratdi. City esa gol o'tkazib yuborganidan keyin biroz o'ziga o'xshay boshladi, ammo qolgan daqiqalarda o'yinni asrab qolishning imkoni bo'lmadi. Nima bo'lgan taqdirda ham Abduqodir Husanov bu o'yinda o'zini ijobiy tomondan ko'rsata oldi va Cityning asosiy tarkib futbolchisi ekanligini yana bir karra isbotlab qo'ydi. City keyingi o'yinini 15-mart kuni o'z uyida Brightonga qarshi o'tkazadi. Bo'lajak bahsda Husanov va uning jamoadoshlariga omad tilaymiz. Abduqodir Husanov haqidagi qaynoq videolar uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.